Boy aka, boy opalar, xormaylar. Salomatmisizlar? Mana shu ko'rib turgan joylaring 4-mikrorayondan 3-mikrorayonga o'tish peshxodni mosti. Mana детский площадка, bu kanal. Mana shu ko'rib turgan domlaring 4-etajda uy sotilyapti, 2 xonalik. Men bu uyni sizlarga oldin ham obzor qilib ko'rsatganman. 33.900 deb aytilgan. Mana uyni tashqi tomondan hovlisi, devori yaxshi, daraxtlar ko'p. 2 xonalik uy. Oldingi narxi 33.900 edi. Hozir egasi narxini tushirdi. Hozir yana hurmatli obzor qilib ko'rsataman, narxni oxirida aytib o'tib ketaman. Uyni yana hurmatli ko'rsataman, qisqa qilib. Mana hojatxonasi. Mana vannaxonasi. Yangi remontdan chiqqan. Vannaxonasida отоплениесі ham bor. Mana uy ko'rinishi. Koridorni mana zal. Lyustrachasi chiroyligina qilib qo'ygan. Maytga televizor desa bo'ladi. Mana bu tomonda yana bitta xona qilingan. Ertaga kitob, gul, yana nimadir qo'yishlaring mumkin. Bu joyga детский xona qilib qo'ysalaring bo'ladi. Bu tomonda ham отопление qo'yilgan. Mana pollar yaxshi laminat qilingan. Bu yerda mana duh kontur kotyoli bor. Pol kayfildan qilingan. Gaz, dimoxod. Ertaga o'zlaring fuqurlaringga qarab kuxnya yasatishlaring mumkin. Mana uyning ko'rinishi. 47 kvadrat maydoni. Eshiklari yaxshi. Uy yangi remont, hali hech kim yashamagan bu uyda. Bu yerda maktablar bor. Mencha olmas. Boy aka, narxi 33.900 edi oldim. Hozir 31.000 dollarga tushdi. Yana egasiga kelishtirib beradi. Shoshiling, bunaqa uy, bunaqa narxda yo'q boy aka. Uy to'liq remontdan chiqqan. Pastda o'zim raqamni qoldiraman. Bog'lanishingizda chiqmas. Ko'rishamiz.